qalban aka-uka bo'lib, bordi keldi qilib bu quyonchilik rivojlansin. Hammamizga Alloh barakasini, xayrini yog'dirsin. Qiziqib shu quyonchilikning ichida yursangiz o'zi hamma yo'rig'ini, minusini, plyusini bilar ekansiz. O'shanga qarab, xudo xolasa qiziqish ichidan kirib ketyapmiz buning. Foyda qilyaptimi? Foyda xudo shukr zo'r aka. Foyda zo'r bo'lgani uchun quyon olasiz. Foyda zo'r, xudo shukr, yo'q demaymiz aka. Quyon olasiz, ko'paytirasiz, sotasiz. Agar klient chiqib qolsa, shundoq ham sotib yuborasiz. Shunaqa. Samarqanddan, misol uchun uzoq joydan kelib mana o'tirdi. Qanaqa? O'zi mana shu narsaga qiziqish siz ana shu sababchi bo'ldingiz-da. videosi chiqib qoldi. Kasal qildingiz-da, lekin to'g'risi. Hozir bu YouTube'da ko'rib turganlar bor, menga Telegramga yozishadi, aka videolaringizni ko'rib, va Toshkentga kelishyapti yoki viloyatlarning o'zidan topib, gruppalarda o'tirib, kirib, ana hamma quyon boqyapti. Ham kalif ko'tarib keldingiz-a? Kalif ko'tarib keldim endi. Mana videolar yo'lakay deydi-ku, nasib nima dedi, hali karvonimiz rizqi bo'lak deydi-ku, o'shaning uchun keldik, olib keldim. Bitta savdo bo'lib ketdi. Atak bu yerda savdo bo'lishi sizni hayolingizga kelmagan. Hayoliga kelmagan. O'zingiz uchun sotib olgan narsa. Sotib olgan narsamni olib keluvdim. Bolalarga ko'rdi, yoqib qoldi. Mana shu o'zida baraka. Foydasi bilan berdi. Foydasi bilan berib yubordim. Barakasini Barakasini. Ancha qimmatdan, $500, $400dan ancha quyonlar oldi. Salkam $3,5 quyon oldi. Hop mana qimmatdan quyon olib keladiganlar ko'p-ku chetdan ham misol uchun. Ya pulini chiqazganmiz, no aytmoqchi bo'lgani uni narxi. Paytlarda nimaga kamdan olasiz? Ya kamdan olmasmiz. Mana hammani ichida yuribmiz. Quyon bormi uyda? Quyon bor. Bormi? Shogirdlar boqyapti hozir. Shogirdlarga bergansiz. Men kelib turing, men yoshlarga bir ikki maslahatlaringizni bering. Mana YouTube'da ham sizni videolaringizni necha minglab odam kuzatadi. Rahmat. Mana hozir prosmotr bo'yicha sizni Flandr fermingiz birinchi o'rinda turadi. Meni YouTube kanalimda. Savdo zo'r. Ko'z tegmasa savdo zo'r. Eng zo'ri по-любому auksionda bo'lyapti lekin. Yevrokurlar auksionda ham bitta quyon qo'yildi. Yaxshigina summaga ketdi. Olgan odam lekin baraka yo'qotdi. Foyda qoldi. Yaxshigina foydalar qoldi. Hamma sharoitlarni qilib oldingiz. Sharoitlarni qilib oldik. Hali ham qilib yotibmiz. Quyonxona ham qurib oldingiz. Quyonxona ham qurib oldik. Ko'p quyonchilar bor. Quyon boqishga ishtiyoqi baland, lekin hammaning ham xonadonida quyonni qo'ygani, boqqani joyi yo'q. Bular lekin joy topdilar, qildilar. Shu quyonxonani shunaqangi yasadilarki, u yoqqa bu yoqqa ko'chiriladigan xona qildilar. Assalomu alaykum, quyon ishqibozlari. Bugun quyonchilardan intervyu mavzusini ikkinchi qismi bo'ladi. Ko'rgansizlar, oldingi safar intervyu olganmiz. Bugun intervyu olmagan fermerlardan intervyu olamiz. Ya'ni quyonchilik O'zbekistonda qanaqa ketyapti degan mavzuda. To'g'ri. Sen ham necha yildan beri quyon boqyapsan? Boshlaganim plus minus 2021-yildan beri. 2021-yildan beri qanaqa bo'lyapti quyonchilik? Quyonchilik ko'z tegmasi endi hozirgi oxirgi nima bo'ladi? Oxirgi 6 oyga qaraganda ancha-muncha rivojlanib ketdi. Oxirgi 6 oy ichida yaxshigina rivojlandi. Xo'p, Oldilari lekin janubchar emas edi. Men boshlagan paytim karliklar endi moda bo'lgan payt edi. Karlikli baranlar, karlikli o'sha parodalar o'zi yaxshi edi. Endi boshlangan payti ko'pchilikda talab bor edi o'sha quyonlarga. nima quyonlar bor? Hol danli mamet uyda satin oq almazgvaz bor, Flandr bor. Bir kun qolmadi, bir kun sotib yubordim. Qisqa qilamiz, keyingi okaga o'tamiz. Xo'p, bu akamiz ismlari Abror. Necha yildan beri quyon boqyapsiz? 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri nima paroda? Birinchi boqqanim shu kaliflarni boqdim. Zo'r bo'ldi. Hammasini sotdim, bolalarimni sotdim. Go'shini ham yedim, go'shi ham nomerading go'sh. Kaliforniyani hozir mana O'zbekistonda Kaliforniya quyoni ko'p sotishda muammo bo'lmadimi? Yo'q, muammo bo'lgani yo'q. Lekin bolalarimni maza qilib sotdim. Keyin oxirida ota-onalarni ham sotdim. Mana hozir yana kalif bollarni oldim. So'yib ham yedinglar? So'yib ham yedim. Hozir endi xalta olganman. Yana kalif olganman. Hozir asosan endi minilov splitligi, karlikligi qiziqyapman. Karliklarim bor. Karliklarni boqyapman hozir. Ko'paytiryapsiz. Ko'paytiraman, xudo xolasa. Mana hozir choyxonani o'zida ham mana kalif bola savdo bo'ldi.
mana kalif bolasi. Bu quyonni o'zi auksiondan yutib olingan ekan. Choyxonaga hozir papoti olib ketayotganda billa choyxonaga olib kirganlar. Mashinada turmasin, dimlanib qolmasin deb olib kirganlarida mashit o'zida mana shu bola olib qo'ydi. Endi sizga savolda bu quyonni sotib olishingizdan sabab hozir o'zida. Hozirdan sotib olishim sabab bolasi yoqdi menga. Bolasi yoqib qoldi. 2 dona bolaga zo'r qaragan. Uyimda bola tuqqan quyonlarim bor. Onasini surrogatga ishlataman. Bu 2 tani oldiga qo'shib yuboraman. Strakachim bolalari bor. O'sha maqsadda oldim. Strakachingizni bolalarini buni onasini tagiga qo'yib yuborasiz. Bunga qo'shib yuboraman. Buni bolasi 2 ta bo'lganiga uni boqib beradi. Ha, shunaqa. Quyonchilik qalay ketyapti? Oldingi safar sizdan ham intervyu olganmiz. Zo'r ketyapti. Zo'r. Problema yo'q, sotuvda. Yo'q, problema bo'lmayapti. Chunki men YouTube'da ko'p o'tirganlar aytadi-yu, ani quyon boqdim, sota olmadim deydi. Mana biz necha yildan beri boqyapmiz, sota olyapsizmi mana? Realni, ani yolg'on kerak emas bu. 2 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu yilda, mana shu 2024dan, 2025 emas, 2024dan o'sha sentyabr oyidan boshladim sotishni, o'rgandim. Shu kanaldan kirib o'rgandim mana. Boshida oddiy quyonlar boqqan edim. Sekin mana shu zotli quyonlarga o'tib sotuvga kirdim mana. Eslatib o'tib keting, Yevrokrolda постоянный savdo qilishini, boshqa kunlarga reklama tashlamasligini. Siz oldingi safar ham intervyu berganlar, bular ham yangi quyonlar keldi Rossiyadan. Qanaqa bo'lyapti? Chotki, baholisi. Tema strakach. Strakach deymi? Strakachlar yaxshi sotilyapti. Ha, yaxshi sotilyapti. Qolmagan hozir sotuvda. Sotuvda yo'q. Reklamasiz ham sotib tashlamiz. O'sha hamma o'rgandi, reklamasiz yog'i ketaveradi. Mana shu bola bor, mana shu bolani ko'rsating. Zo'ridan bor olmaysiz. Gapirish shart emas. Просто aytmoqchi bo'lgan. Mana shu bolani ko'rsating. Mana shu bola quyonchiligiga kirgandan beri Yevrokrolga qiziqib kirganda shu bola. Ha. O'sha Yevrokrolda постоянный o'tirib o'sha yerda savdo qiladi. Ha. Uncha-munchaga boshqa gruppalarga reklama tashlamaydi. Mana shu bola. Ha. Yevrokrolda savdo zo'r bo'lyapti deydi. Постоянный so'rasa. Oldin polni 5 ta, 6 ta, 7 ta kanallarga har kuni 2 mahal, 3 mahal, 4 mahal tashaverasiz, oladigan ham yozadi, olmaydigan ham yozadi. Lekin yozib savol berib javob yozmaydiganlar ham mana Yevrokrolga tashiysiz, uzog'i 5-6 soat sotilib ketadi. Quyoningiz zo'r ekan. Yevrokrol bilan doim foydali. Oyna kesallar. Aka, Bunaqa quyonlar olmaysizmi? bu Atak mana mana shu bor edi. menga qarang, bratan. Bor edi atak mana. Zo'ragana. Bor edi atak olaman siz sekin patpirlabga. Menga qarang, Olmaysizmi navbatda? siz oxirgi marta eshitganimizda 165 million sarflangan edi sizni fermangizga. Hozirgi kunda 1 oy, 2 oy o'tdimi, o'tmadi? 2 oy o'tdi. Qancha bo'ldi? Esimda yo'q. Rasxod. $17,000 plus minus bo'ldi. $17,000. $17,000 plus minus. Foyda olish boshlanganmi? Foyda olish ancha oldin boshlangan, lekin еще yana оборот olib kirish, cho'nchimdan pul tikib olib kirish davom etyapti. Davom etyapti. Ha. Bilishim bo'yicha uyingizda minilop splitda bolalari sotuvda qolmagan. Hozir yo'q sotuv. Sotuvda yo'q. Yaxshi, daromad yaxshi, sotuv yaxshi. Javohir, bu bola, Assalomu alaykum. men tinchroq joyga o'taylik. Javohir ichimizda eng spokойный bolalardan, ya'ni jim yuradi, lekin savdoni eng qilib qo'yayotgan bolalardan. Mana YouTube'ga ham qo'yyapman, buni quyonxonasini shortsga qo'yyapman. Hali katta obzor olmadi Javohir fermasidan. Telegram kanalimda постоянно tushadi. Ko'rgan bo'lsanglar, podvolga joy qilgan. Qisqa vaqt ichida hozir nechtaga chiqdi quyonlar? 100 tacha bor aka. 100 tacha? 100 ta quyon bor. Yaqinda o'zi 20 tacha quyon bor edi borganimda. Shular bilan aralash boqib yuruvdim. Bunaqa birdaniga 1 oy ichida уже 50-60 ta qo'shilib ketdi. Shunaqa. Qatdan unaqa ishtaha kelyapti. Endi- Bularni chunki sotish ham bor, ovqati bor, расход. Endi qiziqib shu quyonchilikning ichida yursangiz o'zi hamma yo'rig'ini, minusini, plusini bilar ekansiz. O'shanga qarab, xudo xolasa qiziqish ichidan kirib ketyapmiz bo'ning. Foyda qilyaptimi? Foyda xudo shukr zo'r aka. Foyda zo'r bo'lgani uchun quyon Foyda olyapsiz. zo'r, xudo shukr yo'q demaymiz aka. Quyon olasiz, ko'paytirasiz, sotasiz. Agar klient chiqib qolsa, shundoq ham sotib yuborasiz. Shunaqa aka. Xudo xolasa sotib yuboramiz. Bo'ldi. Klientlarga iloji boricha yaxshi narsalar olib berib quyonchilikni rivojlantirishga harakat qilamiz. Asosan nima berib boqyapsiz aka? Asosan Royal Fit universal premium bor. Quyonlarning ishtahasi ham вообще zo'r. Quyonlarni o'zgartirishi ham zo'r, deydi uni. Effekt zo'r. Boshqa quyonlar masalan boshqa firmalarnikini yeb yuribdi, bu yoqqa kelyapti, Royal Fit yeyapti. Qanaqadir boshqacha ishtaha bilan yeyapti.
Norma deydi O'zingiz yo'llar. nima berasiz? Manda Royal Royal Fit Jvina yarkim storoны. Xo'p, rahmat. Javobingiz uchun. Lekin Royal Fit ko'rim nomer 1. Nima ko'rim? Royal Fit. Nima ko'rim? Nomer 1. Nima ko'rim? Mashoka qarg'aga, mashoka Samarqanddan kim olib keldi? Samarqanddan choyxonaga kelibdilar, mana otlari Dilshod. Assalomu alaykum. Qaranglar, Toshkentda bo'lyapti. Toshkent shahrida choyxonamiz. Okam bir og'iz etinglar choyxona kuni boraman dedilar. Etti lokatsiya tashladik. Mana Samarqanddan kelibdilar. Ishingiz bormidi qanaqadir? Yana qaytib ketasiz. Xudo xolasa har oy choyxonaga kelaman deyaptilar. Mana shuncha fermerlar bilan o'tirib, fikr almashib, hammani eshitib, mana katta bo'tda ustoz quyonchilar bor, ichkarida o'tirishibdi. Mana Samarqanddan, misol uchun uzoq joydan kelib mana o'tirdi. Qanaqa? O'zi mana shu narsaga qiziqish siz ana shu sababchi bo'ldingizda. Videosi chiqib qoldi. Kasal qildingizda, lekin to'g'risi. Hozir bu YouTube'da ko'rib turganlar bor, menga Telegramga yozishadi, aka videolaringizni ko'rib, va Toshkentga kelishyapti yoki viloyatlarning o'zidan topib, gruppalarda o'tirib, kirib, hamma quyon boqyapti. Mana misol uchun ko'rdingiz, mana savdoni choyxonada ham savdo bo'lyapti. Bir xil aytadi, quyon sotilmaydi, men boqqanman deydi. Gap zotli quyonda ketyapti-da, hashakida emas. Qanday boqishga, sifatga-da. Sifatli boqish kerak, zotli quyon boqish kerak. Gap shunda. Ano jaydari quyon bilan solishtirishyapti-da. Jaydarini kanishda sotish qiyin. Kim oladi jaydarini? Shuncha zotli quyon O'zbekistonga kirib kelganda. Oldin ham boqqanman men. Jaydariga ham o'sha ovqat, o'sha mehnat, o'sha mehnat ketdi. Undan ko'ra sal qimmatrog'ini oling. Bolalarni boqing, mana go'sht yo'nalishlari, teri yo'nalishlari odam maza qiladi. Nasib bo'lsa faqat oldin Nima quyonni oldingiz siz? Qancha bo'ldi boshlaganingiz? 2 oycha bo'ldi. 2 oycha? Burgun bilan o'zi kalif bor, keyin Golland yaqinda olib ketdim. Keyin mini splitlar. Shu 4 xil paroda sizda bor. Nasib bo'lsa assortiment qilmoqchiman. Bo'ldi, barakasini bersin. Mana bitta Sagamon ham kelganlar bugun choyxonaga YouTube'da ko'rgansizlar. Qanalar? Murod akam kirib ketdilarmi? Murod akam qanalar? Keling. Keling. Endi Sagamonni YouTube'da ko'rgansizlar, Murod akani. Choyxonaga kelibdilar, bular ham Bo'stonliq tumanidan mana Toshkent shahriga keldilar. Assalomu alaykum, xormelar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Nima choyxonaga unaqa kam navosiz? Endi biz o'zimiz ishlarimiz bor. Ish ko'p. Endi vaqt ajratib harakat qilaman, kelib turibman. Xudo xolasa bu yoqqa ham kelib turishga harakat qilaman, vaqt topib. Choyxonaga ham kalif ko'tarib keldingiz-a? Kalif ko'tarib keldim endi. Mana video yo'lakay deydi-ku, nasib nima dedi? Ali karvonimizni rizqi bo'lak deydi-ku, o'shaning uchun keldik, olib keldim. Bitta savdo bo'lib ketdi. Atak bu yerda savdo bo'lishi sizni xayolingizga kelmagan. Xayolga kelmagan. O'zingiz uchun sotib olgan narsa. Sotib olgan narsamni olib keluvdim. Bolalarga ko'rdi, yoqib qoldi. Mana shu o'zida baraka. Foydasi bilan berdi. Foydasi bilan berib yubordim. Barakasini bersin. Kaliflar qalay bo'lyapti YouTube? Kalif chiqqandan keyin qimirlab qoldi. Zo'r qimirladi. YouTube'da prosmotringiz ham yaxshi ketgan sizga. Yaxshi ketgan. Xalq mana butun O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, O'rta Osiyo, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistondan bizani gruppalarga kirishgan bo'ldi. Ular ham savdo qilyotishdi. Eurocroll Telegram kanaliga quyonligini tashishadi, o'zbekistonlik bolalar sotib oladi. Yoki o'zbekistonlik bolalarning quyonini ular sotib olishyapti. Xuddi shunaqa. Mana shu qo'shni davlatlar bilan ham oldi bu yerda zo'r ketyapti. Shunaqa. Qanaqa ko'rimdasiz? Hozir Royal Fit Premium shu o'zimizniki. Shu yemdan qolamiz. O'zi 5 yil, 6 yildan beri o'shanda ishlaydi. 5 yil, 6 yildan beri bitta ko'rimda. Bo'ldi, aka barakasini bersin firma. Bu yerda kim qoldi? Mana ichkarida bolalar bor. Mayli qarang. Mayli ichki sovuqga chiqmaymiz. Mana shu ustoz quyonchilardan mana Hasan akam shu yerdalar. Mana bizning duogo'yimiz. Mana birinchi Hasan aka mikrofonni oling, keyin aniq davron gapiradi. Birinchi mana shu quyonchilikni boshlaganimizda 16-17-yillarda men gruppaga kirganimda Hasan akam bor edilar. Mana ichimizda o'tirganlarning ichida mana shu odam bor edilar. Hasan aka mana hozir necha yil bo'ldi? Bir 7 yil, 8 yildan beri shu zotli quyonning ichidasiz. Hozir mana sherlar boqyapsiz. Oxirgi paytlarda nimaga kam navosiz?
Yo, kamdan emasmiz. Mana hammani ichida yuribmiz. Quyon bormi uyda? Quyon bor. Bormi? Shogirdlar boqyapti hozir. Shogirdlar bergansiz. Ha. Men kelib turing, men yoshlarga bir ikki maslahatlaringizni bering. Mana YouTube'da ham sizni videolaringizni necha minglab odam kuzatadi. Rahmat. Mana hozir prosmotr bo'yicha sizni Flandr fermingiz birinchi o'rinda turadi. Mani YouTube kanalimda. Rahmat. Keyin Ro'shan akamni yelkalada turadi. Ha, bo'ldi, rahmat. Endi yosh katta odamni ham hadeb bezovta qilmaymiz. Mikrofonni berib turing. Undan ham qarisi bor. Siz hosilga kirdingizmi? Tug'yotdi. Tug'yaptimi? Ha, ko'payib qolishdi. Necha pul sarflab qo'ydingiz? Ketib qoldi. Mag'orada yengiladimi? Kichkinalarni. Inlaringiz ham, qapaslari ham yengilordingiz. Ha, yengilab oldim. Necha pul tiqib yubordingiz? Bir 4000, 5000 tiqib. Quyonlar ham yengiladi bir sizda. 4000 ketib qoldi. 4000 ketib qoldi. Bir bas buroga yetib olishingizga yana bir 13000 dollar bor ekan-a? Hozir endi mana ko'payishyapti endi sekin. Yarasini oldim. Shuncha. Mana bitta ikkita zo'r quyonchi bor, hozir ovozlarini eshitib qoldim. Ovozlarini 1 kilometrdan eshitaman. Assalomu alaykum. Ismat aka, siz ham Ismat aka ham ancha yildan beri mana shu anaqadalar biza bilan. Ismat akamni ko'pchilik taniydi. Mandan 2020-yil olganlar. Nima? 2020-yil. Yo'q, u eng oxirgisi-ku. Ismat aka nechta quyon bor hozir? Hisobdagi endi butun yutib qo'ydirsiz. Nechta quyon bor Ismat aka uyda? 15 taga yaqin. Nima kamaytirib yubordingiz? Bo'ladi. Sekin ko'payib qolishar. Siz ani maqolga amal qilasiz. Ha. 50 ta bo'lmasin, 15 ta zo'ri bo'lsin. To'rt bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deydi. Xuddi shunaqa. Savdo qanaqa? Savdo yaxshi, xudo xolasa. Yaxshi. Karlik spiritlar yaxshi bo'lyapti, xudo xolasa. Savdo yaxshiligi hamma gapga bittadan qo'shilsa, siz 3 tadan qo'shasiz. Xudoning kengisi 4 taga qo'shilamiz. Savdo yaxshi Ismat akamda. Savdoga bizlar hamma shunday deyapti. Tomoq qo'llab olaylik bo'lmasa. Choymi, ko'lam? Beru, choy ham beru. Mana shu sovugan oling. Yo'q. Shohrux. To'lib turinglar, to'lib. Sig'masanglar o'sha turaveringlar. Sig'ib olasizlar. Men o'shancha yerda kattaroq joy topdim. Oling mana. Bu yoqqa berib oling, hasiliga yaxshi qo'yib olishdi. Mana bolalarga uzatib yuboring. Orqaga qo'yib yuboring, ham shu ichga Ha, hasili. Давай, тихо, Simba. Hani ilohi amin. Qani amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alloh o'zingga hamdlar bo'lsin. Mana kelib sal kech qoldim, lekin juda ham chiroyli, juda ham go'zal, bir-birlarga juda ham oqibatli kundan kunga mehr bo'lyapti. Alloh hamisha davramizni keng qilsin, bir-birimizni yaqin qilsin, qalban aka-uka bo'lib, bordi keldi qilib bu quyonchilik rivojlansin. Hammamizga Alloh barakasini, xayrini yog'dirsin. Mana ertadan inshaalloh yana bir kun qoldi. Allohning eng ulug' kunlaridan Ramazon oyi. Alloh taolo har yili mana shunaqangi yig'ilib, shunaqa ro'zalarni kutib olish nasib qilsin. Juda ham katta bir baxtga egamiz bu Ramazon oldida. Alloh taolo shunaqa sharoit yaratib beribdiki, ro'zalarimizni butun qilib tutib, yaxshi niyatlar qilib, xayr sadaqalar qilib, Allohning roziligi olish uchun juda ham katta imkoniyatlarimiz bor. Hammamizga Alloh yetkazsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Rahmat. Hasanaga choy qo'ying. Ha, quyasda endi taqillab ketdi-yu.
faqat emulsiyasi. Gapirur muzika bo'ladi. Masalan, bu klip emulsiyalar borda, klip degandan keyin bitta gapirib qo'yadi. Aşağı yetti mamlaket. Boshqa marhamat. Havzani bosib olganmisa, sekund ketyaptimi? Ha? Gapiraver, barimiz Ketot. Elini qoqayotganimi? Hammamizga degan joydan o'tdimi deyman. O'sha paytda ancha qimmatdan $500, $400dan ancha quyonlar oldi. Salkam 3,5 ming dollarlik quyon oldi. Hop mana qimmatdan quyon olib keladiganlar ko'p-ku chetdan ham misol uchun. Ya pulini chiqazganmiz, nima aytmoqchi bo'lganim, uni narxi misol uchun 2 oy 3 oy ichida $500 olgan quyon bir 2-3 oy ichida bir $100 tushib ketgan misolda. Bolasini misol uchun boshqacha niyatda olib misol bo'ladi-yu. O'sha paytda imенно siz olgan quyonda shunaqa tema bo'lgan. Ha, imенно shunaqa. To'g'ri, hamma quyonda ham pul tashiydi, lekin imенно bo'ladi shunaqa vaziyat bo'lganki, yaxshi daromad qilib turuvdingiz. Qaysi parodadan? Flanderdan chotki daromad kelib turganda, bitta quyonni yangi rangi kirgan O'zbekistonga, hamma flanderlarni sotib, o'sha quyonga pul tikilgan. U quyon anaqasi ko'pga bormagan, nima deydi? E'tibori odamlarning hali ham pul u quyon, lekin normalniy tashab qo'ygan. Mana shu bola o'sha anaqaga uchrab qo'ygan. Dalaga xudoga shukr, yomon emas quyonchilik. Men misol uchun u zarar qilgandan keyin quyonchilikdan chiqib ketmaganman, haligacha ham bor. Uyimizda endi hozir qanaqa? Hozir hammasi bir quyonni bir 6-7 xil parodasi bor. Germelin, qizil satin, minilop, angliskiy minilop. Hop, yana pandalarimiz bor, gallandlarimiz. Hop, flanderlarimiz bor yana. YouTube'da ko'rgansizlar bu bolani flanderlari bilan. Hozir yana flanderga qaytish niyat bormi? Bor, flander qaytyapmiz sekin-sekin. Hozir yaxshilarini olib qo'yamiz. Flanderni eslatib o'taman, flanderni zo'ri o'ta qimmat bo'ladi. Shunaqa. Qimmat juda ham flanderni zo'ri. Buni yig'ib olish ham oson emas. Yana flander liniyalarni yig'ib olish oson emas. 3 oydan beri harakatdamiz. Bolalarni o'zini, 3 oylik bolalarni o'zini $250-200 yalinib yuribdi. Zo'rini deyapman, okalar. Menda ham flander bor, 500 mingga sota olmadim deganlar, ana Chevrolet Matiz bilan Chevrolet Tahoe'ni yoki Chevrolet misol uchun Captiva'larni solishtirmaysiz-ku, Matiz bilan. U ham Chevrolet, bu ham Chevrolet. Shunaqa narsa. Flander bilan Flanderni farqi bor, okalar. Mana boqqanman, hech kimga sotib, shuna miyamga o'tirib qo'yganda shu odamlar. Shunaqa negativ hamma joyda bor. Negativlar, ozgina temani o'rganinglar. $50 ming qo'chqor bilan $500 qo'chqorning farqi bor. Go'shini mazasi bir xil bo'lishi mumkin. Zot, bu yerda zotchilik haqida ketyapti. Любой hayvonda zot. Papugaymi, mushukmi, itmi, zotlisi bor, oddigi bor. O'sha haqida. Quyonni ham xuddi shunaqa. Bu yerda hamma zotli quyon boqadiganlar. Mana orqamda ham bolalar turibdi. Bular ham misol uchun videoga mani videoga olmang deydi. Hammasini uyida qimmat quyonlar. Vaqtingizni olganimiz uchun rahmat. Yana qaytadan flanderlaringizni yig'ib olishingizni tarafdoriman. Qaysi ko'rimdasiz? Royal Fet. Nima bu choyxonada hamma Royal Fetdami? Endi yaxshi bo'lgandan keyin Royal Fet bilan hammanglar quyoninglarni oson va sifatli boqishingiz mumkin. Kompaniya bosh direktori o'zimman. Mabodo kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar ko'rimga. Gal kimga keldi? Bolalar endi Sardor akamni savoliga tutamiz. Bu akamiz boshida quyonchilik boshlanganda bor edilar. Keyin orada yo'q bo'lib qoldilar. Keyin mana shu yaqin oxirgi 24-yilda yana ko'rinib qoldilar-da. Aka ko'rinmay qoldi desam, nima bo'ldi? Nima yo'q qoldingiz? Boqishga sharoit bo'lmay qoldi. Uylar remont bo'lgandan keyin. Shu endi hozir yana sharoit yaratib, yana boshlab oldik. Xudo xolasa yana yig'ib olganmiz. Nima quyonlar bor? Hozir Rex asosan. Rexlar, faqat Rex o'zi yo'nalishimiz Rex, Tricolor, shu Gepard,
Shulardan bor hozir. Hammasi nemislikni. Sizda adashmasam Rex karliklari ham bor, mittalari. Rex karliklari ham bor. Rex karliklari sanoli odamda bor O'zbekistonda, bular ham yig'ib qo'yibdilar. Qanaqa bo'lyapti endi boshlanishi, qaytadan boshlanishi qanaqa bo'lyapti? Qaytadan boshladik. Endi eski o'sha paytda qilgan xatolarimizni qilmayapmiz, to'g'rilashga harakat qilyapmiz. Hamma taraflama mukammalligini qilyapmiz. Endi ko'ramiz, endi bu yoqqa ketyapti, ko'payishyapti. Hozircha Hamma sharoitlarni qilib oldingiz. sharoitlarni qilib oldik, hali ham qilyapmiz. Quyonxona ham qurib oldingiz. Quyonxona ham qurib oldik. Ko'p quyonchilar bor. Quyon boqishga ishtiyoqi baland, lekin hammani ham xonadonida quyonni qo'ygani, boqqani joyi yo'q. Bular lekin joy topdilar, qildilar. Shu quyonxonani shunaqangi yasadilarki, u yoqqa bu yoqqa ko'chiriladigan xona qildilar. Va izlagan imkon topar bolalar. Shunaqa deyim, hatto domda turadigan bolalar bor, ishxonasidan, sexlaridan joy qilgan bolalar bor. Domda yashaydi, lekin ishxonasida quyon boqadi. Katta ishxonalar bo'ladi, ya'ni prom zonalar. O'shunaqa joydan bitta xonani topib quyon boqayotganlar bor, domda yashasa ham. Quyonchilik avjida mana choyxonamizda 40 tadan oshiq odam bo'lyapti. Kelaman deganlar ko'p, endi hammani ham chaqirsak, hech qaysi choyxona uncha odamni sig'dira olmay qolyapti. Bundan buyog'iga kichkinaroq to'yxonada qilishga to'g'ri kelyapti choyxonani. Intervyu olamiz desa, rosa O'zbekistonda, Toshkentda, Vodiy, voha mana oldin Surxondaryolardan quyonchilarni eshitmas edingizda, bitta ikkita bo'lardi. Hozir Surxondaryodan ham quyonchilar ko'payib ketdi. Bugun choyxonaga kelishmoqchi edi, bilmayman, ayrim sabablarga ko'ra kelisha olmadi. Lekin mana Samarqandlardan kelishyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni masjidida yakunlaymiz. Evrokrolni kuzatib boringlar. YouTube kanalimizni, Instagram, Telegram kanaliga a'zo bo'lsanglar, mana hamma bolalar o'sha yerda savdo qilishadi. Bosh xomiy Real Fet kompaniyasi. Sog' bo'ling.